Assalomu alaykum, hurmatli YouTube shinavandalari, dehqonlar, ixlosmandlar. Akamiz aytganlar, shu ekib qo'ygan odam ko'chatni ulab qo'ygan odam yutadi degandilar. Men shunga amal qilib, o'zim voyenniy sohada ishlaganmiz avval. Bunaqa endi dehqonchilik bilan shug'ullanmaganmiz. Lekin mana harakat qilsangiz hamma narsa bo'laveradi ekan. Mana shu nok misolida aytmoqchiman. Mana shu nok tagi silniroz, yovvoyi nok. Buni bir ablah muttaham menga maqtab sotgan, ammo boshqa nok bo'lib chiqqandi. Bu nokga mana ko'rib turibsizlar, mana batiga avgust oyida krutay paymant qilganman o'rmon go'zali. Mana o'rmon go'zali. Bu tomoniga koson nok ulagandim. Koson nok, ba'zi joylarda dilafruz nok deydi, ba'zi joylarda koson nok deydi. Bo'yim baravarida. Ko'pchilik aytardi, koson nok 7-8 yilda mevaga kiradi derdi. Yo'q, 3 yilda mevaga kirdi mana. Allohga shukr. Ana endi bu tomonida pastki yonboshki shoxiga erta bahorda talgarka ulagandi. Mana uni ham holati. Mana bu nok, bu ham boshqa nok mana. Bu Xitoy nokidan bu. Mana shu turgan. Bular dilafruz noklari. O'rmon go'zali demoqchi edim, kechirasizlar. Mana bu yerga ham biz eskilarimiz biladi. Nosqovoq degan noklar bo'lardi. Yarimi sariq, yarimi qizil. Mana shu nokdan. Mana bu nokimiz o'sha talgarka degan nokdan. Hozir buni shu ona shoxini ko'rsataman. Mana shu talgarka nok. Mana shu shoxdan olib uladim mana shularga. Shu payg'ambar sollallohu ham hadis bor, qiyomat bo'lgan kuni ham ko'chat ekinglar deganlar. O'sha hadisga binoan shu nimaga amal qilib, dehqonchilikka uncha qiziqib, kivi nok, pista, samarodina, bu Pinkedi Rozgulov degan olma. Oltiaralik Qadr akamiz, Ashurali Karimov deganman. O'tga ekkandim. Bu yilgi mevalari mana. Bo'yim baravaridagi nimalar, ko'chatlar hammasi. Uyim unaqangi katta uy emas. Agar o'lchamga deydi bir chiqsa 2 sotiq yer chiqadi. Mana shu yerga qiziqib ekkanmiz. Mana bu pastda turgan uzumlar, bular avatar uzumlari mana. Hozir mashhur bo'lib ketdi. Avatar degan uzum. Hozir shu haligi o'rmon go'zali degan nok ko'rdi, ona shoxi mana shu. Mana shu ona shoxdan olib uladim. Keyin mana bu yerga mana o'rikka bizni Farg'ona vodiysi Qo'qon atrofida o'rik deydi. Qolgan joylarda qarolimi, narsalar deydi. Men tushunolmayman qolgan shevalarga. Mana shuki nima uladim? Sliva uladim mana. Slivani uzunchag'idan uladim.
Mana bunga mana shu o'rikda ulagandim. Bu ham Allohga shukr oldi. Men o'zi dehqon emasman, faqat shu dehqonchilikka qiziqib, akalardan, ukalardan ko'rib bilib o'rganib qildik. Men keyin uladim. Sleva, shaftoli qilib ulab qo'ydim. Hozircha jimjit turibdi. Agar nasib bo'lsa, olib ketib qolsa yaxshi. Mana bu tomonga mana Vanderkol degan o'rik ekkandim. Mana bo'yimcha. Mana mevalari xudo xolasa. 2 yilda mevaga kirdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Shu dehqonchilikka qiziqib, ekib. Yerim bunaqa katta yer emas. Shunaqa qilib qiziqib ekib yuribmiz biz ham. Xudoga shukr. Mana bo'yi mana shuncha mana. Shu Pink Lady Rozgulov degan olma. Mevalarni ko'ringlar-da. Mana mevalari. Sog' bo'linglar. Hammamiz tinch bo'laylik, yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimizni boshqarib turgan zotlar sog' bo'lsin. Qolgan yurtlarda ham tinchlik, totuvlik bo'lsin, do'st birodarlik bo'lsin. Biz o'zbek xalqi faqat tinchlik tarafdorimiz. Yana mana nima aytib qo'ydi, mana bitga sardanadigan olma ulagandim mana. O'tgan yili ulaganman. Ko'klarni. Mana mevasi. Bunisi boshqa olma. Sog' bo'linglar, video yoqsa bittadan like bosib qo'ysalaring biz xursand bo'lamiz. Osmonimiz tinch. Allohga shukr.